Matiz to'xtab oldi, Matiz. Yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik bir kun kelib ayanchli yo'l transport hodisasiga sabab bo'lishi barchaga yaxshi ma'lum. Garchi shunday bo'lsa-da, ayrim haydovchilar buni bila turib yo'l harakati qoidalarini qasddan buzadilar. Kuni kecha aynan mana shunday haydovchilar aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, ular tungi vaqtda o'zlari va o'zgalar hayotini xavf ostida qoldirganlar yetmaganidek, fuqarolar tinchligini buzib, tungi vaqtda kim o'zariga poyga uyushtirishgan. Ularning harakatlariga esa yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan chek qo'yilgan va ularning transport vositalari vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga yuborilgan. Qo'qon shahar, Turkiston, Amur Temur ko'chalarida bir nechta avtotransport vositalari qo'shib harakatlangani aniqlandi. Avariya holatini keltirib, shu sababli ushbu transport vositalari vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga olib ketilyapti. Jarima maydoniga harakatlanamiz hammamiz. Tezlik oshgan sari o'lim xavfi oshib boraveradi. Tungi vaqtida tezlikni me'yoridan oshirib yurganligim uchun to'xtatildim. GAI xodimlari tomonidan jarima maydonchasiga olib kirildim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Bu xato qaytarilmaydi. Mana shu Nexia 3 mashinasining egasiman. Tungi vaqtda belgilangan tezlikni oshirganimdan afsusdaman. Boshqa qaytarilmaydi. Nexia 337 mashinasining egasiman. Yonimdan mashinada tez o'tganiga ularga qiziqib men ham tez yurdim. Bunaqa holat boshqa qaytarilmaydi. Yaxshi hamki tungi vaqtda poyga uyushtirgan haydovchilar yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan o'z vaqtida to'xtatildi. Bordi-yu ular to'xtatilmaganida o'zlari yoki bo'lmasa kimningdir hayotiga nuqta qo'yishi ham hech gap emas edi. Hurmatli, mana shunday harakatlarni xush ko'ruvchi haydovchilar, bugundan xulosa qiling. Aks holda keyinchalik kech bo'lish mumkin. So'nggi pushmon o'zingga dushman. Unutmang.